Ba'zida odam bilib-bilmay kichik ishlar uchunmi o'zini tugashtirib oladi. Operatsiya qilg'ili borganda yig'lamagan biri do'stining ko'ngil bo'lishi bilan ko'zlaridan taramlab yoshlar to'kilishi mumkin. Boshlig'idan qattiq til ishsimi yig'lamagan biri tuqqanlarning biror eg'iz gapi bilan ko'z chanoqlarini namlashi mumkin. Yana ba'zilar ig'ir besim ostida qolganda yig'lamay, sevgilining bir eg'iz "men bor" degan so'zi bilan kichik boladek yig'lab ketishi mumkin. Amaliyotda siz nadimi uncha qaysar bo'ling? Keyginingiz temir soat bo'lsa-mu, uning ichidagi yanala yumshoq yurak emasmi? Hech tayindigan odam qolmaganda tishini tishlab o'zi yolg'iz ma'olgan birining boshqalar ko'ngil bo'lganda haqoqlab kulalaydigan, buquldab yig'layalaydigan kichik bola bo'lib qoldig'ini kimmi o'ylasin? Turmushda siz yolg'iz ustingizga olsangiz bo'ladigan harg'inliklar bor. Masalan, badanning harg'inligi qiynab bir uxlab olsangiz yoki yaxshi bir uxlansangiz tugishi mumkin. Ammo ba'zi bir yerib charchashlarda tasalliga, yo'lanchukka, dardingizni tingshaya oladigan biriga muhtoj bo'lsiz. U hech ish qilmasimi bo'ladi. Faqat qat'iylik bilan, muloyimlik bilan yiningizdan ayrilmay sizga hamroh bo'lsalar, shu yetarlik. Men nurg'un odamlarni ko'rgan. Ular hech qisi yo'q, menga hech ish bo'lmaydi deb kulib turib yig'lab ketgan. Hammamizning ko'ngliga ayon. Ba'zi kichik ishlar hargizmi ko'nglimizning yerim bo'lganligidan emas, balki bizning yurak beg'ishimizga tegib ketganligidan bizga shuncha cho'ng ta'sir qiladi. Charchagan vaqtingizdami qaysarlik qilaman deb joylik qilmang. Bilamsiz do'stim, amaliyotda sizning ashu chidamli holatingiz odamning ichini texmi etishtirdi. Sizga xayrli kunlar tilayman. Xayr xo'sh.